Salom hammaga. Bugun sizlar bilan sanashni o'rganamiz. Birdan milliongacha sanashni o'rganamiz. Demak, hammamiz ham 10 gacha sanashni bilamiz, balkim undan ham ko'prog'iga sanashni bilamiz, lekin aynan hammasini qonun qoidalar bilan o'rganamiz. Ya'ni mana bu ko'rib chiqamiz birdan 10 gacha. Demak, qaraymiz. Bolalar mana 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 9 10. Xullas mana 10 gacha sanash. Buni albatta harf bitta yozuvchilari bilan harflarini ham to'g'ri qilib yozishni o'rganishimiz kerak. Keyingisini ko'ramiz. 11 11, 12 12. O'sha 13 dan 19 gacha hammasiga tin qo'shilib chiqilgan. Xuddiki tin degan o'smir yoshi, shu yerda ham xuddi bir ma'lumot yashiringanday 13 dan 19 yoshgacha o'smir yoshi bo'ladi deganday qabul qilsak ham bo'ladi. Ya'ni mana 13 13 13 emasda, ko'ryapsiz, 13 14 15 16 17 18 19. Ular tinlar tugagandan keyin 19 dan keyin 20 kelyapti. 20, ya'ni 20 deyiladi. Hozircha biz buni qanday qilib pronunciationiga emas, ya'ni yozilishiga qaraymiz. O'qilishi 20 deb yoziladi. Yani 20 ko'ryapsiz-a? O'sha TT'lar 9-90 gacha xuddi shunday bo'lib ketadi. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bir narsaga e'tibor beramiz. Mana bu 13 deganda xuddi shunaqa sur, faqat t bilan yoziladi. 30. 4 ni ham qarang, 14 deganda 4 deb yoziladi, lekin 40 da 4 deb yoziladi. Uni u ni harfi bo'lmaydi. 5 da ham qarang, 5, lekin 15 degan 15, 5 bo'lyapti, ko'ryapsizmi? Albatta 50 bo'lyapti. 60, 70, 80, 90, ya'ni t'lar o'sha anaqa 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gacha t'lar bo'lar ekan. Endi undan keyin esa mana bu 100 degani esa 100 yoki 100 deyiladi. Ya'ni ham 1 ham 1 degani, shuncha yo xohlasak 100 deb aytamiz, xohlasak 100 deb aytishimiz mumkin. Ikkalasi ham mumkin. Endi 20 dan boshlab 99 gacha ularni qanday qilib aytamiz? 21 da qanday aytamiz? Demak, biz 1 dan 9 gacha qanday aytishni bilsak, xuddi shularni 21 dan boshlab qo'yib ketamiz. Demak, 21 deganda avval 20 ni qo'yamiz. Mana 20 ni qo'yamiz. Mana 20. Voy, sorry, bu yoqqa yozilib ketdi. Demak, mana 20. Ko'ryapsiz? Endi bolalar 21 ni qo'shishimiz uchun albatta grammatik jihatdan chiziqcha bo'lishi shart bolalar. 21. O'zini-o'zi bo'lmaydi bolalar. Albatta bir xonali sonlar ikki xonali songa qo'shilayotganda o'rtada chiziqcha bo'lishi shart. 21. Endi keyingisini ko'ramiz. 22. 22 da ham avval 20 ni yozib olamiz. 20 chiziqcha, keyin esa mana bu 2 ni yozamiz. 2. Endi keyingisi 23. 23, mana 20 yozamiz yana. 20, 20. Endi esa 3 ni yozamiz. Mana 3 ni yozamiz. 3. Keyingisi 24. 24 da ham avval 20 ni yozamiz. Endi esa 4 ni yozamiz. 24. Ko'ryapsiz-a? Xuddi shunday ketaveradi. 25 yozamiz. Endi mana 25. 20 ni yozamiz. 20. Keyin chiziqcha 5 ni yozamiz. 25 bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Demak, biz hammasini 26 desak 20, keyin mana 6, 27. Hammasini o'rtasida lekin ikki xonali son bilan bir xonali sonning o'rtasida albatta chiziqchalar bo'lishi shart. Demak, xuddi shuni 25 bo'lsa, endi xohlaganimizni qo'yishimiz mumkin. Faqatgina 20 likdan iborat emas-ku. Masalan, 30 deyishimiz mumkin. Masalan, biz mana 32 deylik. 32 ni 30 deb yozamiz. Avval mana 30 ni yozamiz. Mana 30 ni yozamizda va 2 ni yozamiz. Tepadagi mana 2 ni yozamiz. 32. Mana ko'ryapsizmi? Demak, 35 deylik. 35 deylik. Demak, 35. Hammasida ikki xonalik bilan bir xonalik o'rtasida chiziqcha bo'lishi shart. Undan keyingisini ko'ramiz.
Demak, 40 ga qaraylik. 48 deb aytaylik, misol uchun. 48 misol uchun. 48 40 deb yozamiz avval. Demak, 40 avval 40 deb yozdik. Endi 8 deb yozamiz. 48. Ko'ryapsizmi? 49 deb yozamiz. 49. Ya'ni 49imiz bo'ladi. Mana 49 bo'ladi. Ko'ryapsiz-a? Demak, xuddi shunday ketaveradi. Demak, mana 76 deylik. 76. 70 da yozamiz avval. 70. Endi 6 ni yozamiz. 6. Yana yozamiz. 80 ga bir narsa berib 88 deylik. 80 da yozamiz avval. 88. 88 bo'ladi. Endi 97 ni yozaylik. Mana 97 bo'ladi. Bizda 90 ni yozamiz avval. 97. Ana endi 99 ni yozamiz. 99 albatta bo'ladi. 99 bo'ladi. Mana bizda demak qo'shib yozishni o'rganib oldik. Muhimi o'sha ikki xonali sonlarga bir xonali sonlarni yoniga qo'shib xohlagan sonimizni yozishimiz mumkin ekan. Demak, mana 99 gacha keldik. Endi biz sizlar bilan 100 gacha yetib keldik. 100, ya'ni 100 deymiz-ku, 100 deganda biz aslida o'zimizni ona tilimizda ham aslida 100 deyishimiz kerak-da. Lekin biz 100 deb ishlatmaymiz, 100 deb ishlatamiz. Ya'ni 100 ni o'zida tushunamiz, что biz 100 haqida gapirayotganimizni. Aslida biz ham xuddi shunaqa deyishimiz kerak bo'ladi. Endi mana bizda 100 ni ko'rdik, bolalar. Endi 100 dan keyin bolalar bizda boshqa qo'shiladigan sonlar ham bor-ku. Masalan, 101. Ko'ryapsizmi? Endi 101 ni qanday aytamiz? 101 ni avval 100 deb yozamiz. Xohlasak 100 deb yozamiz, xohlasak 100 deb yozamiz. Farqi yo'q. Men ikkalasini ham qo'yaman hozir, shu bilishingiz uchun. Ikkalasini ham ishlatish mumkin emas, chunki degani 1 degani, 1 degani degani bir xil ketaveradi. Ya'ni mana ni yozyapman, drop 1. Ya'ni 100 deb yozyapman bolalar. Mana 100. Ya'ni 100 deb aytdim. Endi e'tibor beringlar bolalar. 101 deb aytyapman. O'zimizda ona tilimizda mana shu ovozim bo'yicha e'tibor bering. 101 deb aytyapmanmi yo 101 deb aytyapmanmi? Baribir 101 deb aytamiz, to'g'rimi? O'sha 100 degandagi u qo'shimchasi u va degan ma'noni bildiradi-da. 100 va 1 degan ma'noni bildiradi. 101 deganda o'sha 1 ni qo'shishimiz uchun biz endni qilamiz. End yozamiz. Ko'rdingizmi? 1 ni qo'shishimiz uchun 101 bo'ladi. Ya'ni 100, mana 100, mana bu 100 u bo'lyapti 1. Ko'rdingizmi? Ya'ni biz o'rtadagi u qo'shimchasini end bilan bog'lab bordik. Endi 101. Ko'rdingizmi? End bilan bog'lab ketdik. Endi boshqa sonni yozamiz. Misol uchun 105 deymiz. 105 deb aytamiz misol uchun. 105. Ya'ni boyagida yoki 100 va 5 ni qo'shishimiz uchun 105 deymiz. O'sha u degan qo'shimchasi uchun biz endi yozamizda va 5 deb yozamiz. Ko'rdingizmi? 105 degani 105 degani. Endi yana birlik son bitta yozamiz, чтобы yaxshiroq tushunishlaring uchun. Misol uchun 109 deylik. 109. Ya'ni boyagida drop 100 100 degan end albatta bo'ladi. 100 deganda u qo'shimchasi uchun end qo'shamizda va 9 uchun biz 9 ni yozamiz. Ko'rdingizmi? 101 bo'lyapti. Endi 110 bo'lsa-chi? 110 bo'lsa-chi? Ya'ni 110 bo'lsa 110. Ko'ryapsizmi? 110 uchun ham xuddi shunday bo'ladi. Mana 1 yoki 100 10 ni qo'shishimiz uchun 110 bo'ladi. And 10 bo'ladi. Ya'ni 110 bo'lyapti. U mana u qo'shimchasi bo'lyapti.
Endi 118 bo'lsa-chi, 115 bo'lsa-chi deydi-da. 115 da ham demak bizda 11 dan boshlab 19 gacha bitta sonlar bular hammasi. Ya'ni 19 degan 10 keyin 9 yozmaymiz hech qachon. Aynan 11 dan 19 gacha bizda sonlarimiz bitta bo'lgani uchun, masalan, 111 desa agar 111, 112 bo'lsa 112, 113 bo'lsa 113, ya'ni 114 bo'lsa 114 bo'ladi. Tushunyapsizlar-a? Eng oxirgisini yozaylik. Eng oxirgisini 119 deb yozamiz. 119. 119. Yozamiz buni. Yoki drop 100 and mana shu 19 ni yozamiz. And albatta bo'lish kerak bolalar. 19. Mana bizga 119 gacha yozdik. Endi shu narsa agar 20, 30, 40 bo'lsa ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni masalan 120 deydigan bo'lsak, 120 deydigan bo'lsa agar misol uchun 120 deydigan bo'lsa agar xuddi shuni yoki 120. Ana ko'ryapsiz-a? Xuddi shunday 130 bo'lsa 130, 130 bo'lsa 140, 150, 150, 160, 170, 180, 190 bo'ladi. Tushunarli deb o'ylayman. Endi bolalar boshqa savol tug'iladi. Agar bizda 120 dan baland sonlar bo'lsa-chi, ya'ni 120 dan baland deganda 20 ni 21 bo'lib kelsa-chi, 22 bo'lib kelsa-chi, 23 bo'lib kelsa-chi degan joylarida bolalar ularni sal boshqacharoq yozamiz. Ya'ni mana misol uchun biz sizlarga hozir 121 ni ko'rsatib beraman. 121. Ya'ni endi hozir o'zbekchasiga ham eshitib ko'ringda. 121. Qanday aytyapman? 121. Ya'ni xuddi shunday 100 deb yozamiz. Yoki 100. Endi 100 deb aytyapman, to'g'rimi? And endi 21 deb yozamiz bolalar. 21 mana bunday yozilarmidi? 20 keyin 1 yoziladi, to'g'rimi? Xuddi shunday 100 and avval 20 ni yozaman. Va o'sha qonun qoidalarga asoslangan holatdan 21 deyotgan chiziqchasi bormidi? Xuddi shunday biz bu yerda 21 deb yozamiz. 121. Ya'ni 121 degan. Ko'ryapsiz-a? Endi xuddi shu narsani 126 deb yozishga harakat qilaman. 126. Xuddi shu 100 ni yozib olamiz. 100 ni yozamiz bolalar. Yoki 100. 100 ni yozdim. 100 degani 100 and. Ko'ryapsizmi? O'sha u ni qo'shdim. 100. 26 ni yozaman endi. 26 ni yozaman. 20 ni qo'yaman. 20 ni qo'yaman. 20. Endi 6 ni yozaman. 6 ni qo'shishim uchun men chiziqcha qo'yishim shart. U qayerda bo'lishidan qat'iy nazar 20 ga 6 qo'yilyaptimi? U narsa umuman bir xonali son qo'shilyaptimi? Ikki xonali songa birlik xonali son qo'shilyapti, albatta chiziqcha bo'lishi shart. Mana 126 degani 126 bo'ladi. Ko'ryapsiz-a? Endi xuddi shu holatni boshqa son bilan ham aytishimiz mumkin. Misol uchun 192 deylik, misol uchun 193 degan 3 bosilib ketdi. Demak 3 yozamiz. Demak qarang 193. Ya'ni yozamiz yoki 100. 100 ni yozishimiz kerak edi hozir biz. 100 and. Ana 100 ni yozdik. Endi 93 ni yozamiz, bo'ldi. 90 ni topamiz. Mana 90. 90 yozamiz shuni. 90 va chiziqcha qo'yamizda 3 ni yozamiz bolalar. Ko'ryapsizmi? Demak, demak 193 bo'lyapti. 93 bo'lyapti. Tushundik degan umiddaman. Endi mayli, yana bitta qo'shimcha 199 deb yozaylik. 199.
Ya'ni 100 ni yozamiz. 100 degani 100 and degani. Endi 99 yozamiz. 99 deb yozamiz ekan. 199 bo'ldi. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi siz bilan biz 200 ga keldik. Ya'ni 200 ni ko'rib chiqamiz bolalar. Mana yerda yozamiz 200 da. Demak, 200. 200 bolalar 200 bo'ladi. 200 bo'ladi. Demak, 200 bolalar 200 degani. Yana biz bir narsa aytib o'taman. Ingliz tilida son qancha ko'p bo'lsa, orqasida keladigan, qo'shilib keladigan so'zlar ko'plikda bo'ladi degan narsa bor. Aynan shu narsa bizda anaqada yo'q. Ingliz tilida yo'q. Ya'ni mana shu yerdan yozaman hozir sizga. U narsa to'g'ri. Mana 200 da hech qachon mana qangi s qo'shimchasi qo'shilmaydi. Bu xato. Bu narsa noto'g'ri. Tushunlaringmi? Demak, bu narsa xato hisoblanadi. Tushunarli deb o'ylayman. Endi 200 bo'lmaydi bolalar, albatta 200 o'zi bo'ladi. Demak, endi 200 bo'lsa, 300 bo'ladigan bo'lsa, bizda bo'ladi, mana 300 bo'lsa, 300 bo'ladi. 300 bo'lyapti. Ko'rdilaringmi? 400 ham xuddi shunday 500, 600, 700, 800, 900 bo'ladi-da. Undan keyin esa 1000 ga o'tib ketamiz. Demak, tushunarli deb o'ylayman. Endi biz sizlar bilan hozir 200 ga bironta nima qo'shamiz? Son yozamiz. Demak, qaraymiz. 200 201 201. Boyagidek xuddi shuni 200 ni yozishimiz uchun 200 deb yozamiz va and qo'shimchasini qo'shamiz. U hisobiga 200 deyishimiz uchun. Demak, yozamiz 200 and 200 bo'ldi. Ko'rdingizmi? 201. Ko'ryapsizmi? Bir xil narsa. Endi 215 deb yozaman, bolalar. 215. Demak, 215 ni ham 200 ni yozib olaman avval. 200 and 200. Endi qara bolalar, 15 ni ko'plar mana shuni 10 qiladi-da, keyin 5 yozadi. Unday emas, bizda 15 bitta yoziladi. Mana 15. Ko'ryapsizmi? 215 bo'ladi. 15 bo'ladi. Tushunarli deb o'ylayman. Endi shuni biz sizlar bilan 220 deb yozamiz. 20 deb yozamiz. 220 ni yozamiz. 200 ni yozamiz avval. 200 and deb yozamiz. 200 bo'ldi. Endi 20 ni o'zi bitta bo'lgani uchun bitta o'zini yozamiz. 20 deb yozamiz. 20. Ko'ryapsizmi? 220 bo'lyapti. Demak, agar shu narsani qaraymiz. 228 bo'lsa-chi, misol uchun 228 avval 200 ni yozib olamiz bolalar. 200 200 degan 200 and endi 28 yozishimiz uchun albatta 20 deb yozamiz. Endi 8 ni qo'shishimiz uchun bolalar albatta chiziqcha bo'lishi shart. Kichkina sonni ikki xonali songa qo'shayotganimizda u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar chiziqcha bilan oladi. 226. 6 deb yozibman, kechirasizlar bolalar. 28, ya'ni 228 bo'lyapti. Demak, keyingisini davom etamiz. Misol uchun yana ko'ramiz. 293 deymiz. 293. 293 qanday yoziladi? 200 200 ni yozamiz. And 90 da yozamiz. Mana 90 da topamiz. Mana 90 90 va 3 ni yozishimiz kerak. Sureni yozamiz. Chiziqcha bilan albatta sureni yozamiz. Sal bitta qo'yib qoldi. Orqaga qaytaramiz hozir.
yaxshisi orqaga qaytaraylik. Bunday qilganimiz yaxshi. Mana buni albatta chiziqchasi bo'lishi shart. Demak, tushundik degan umiddaman. Endi keyingisini ko'ramiz bolalar. 293 ta qildik. Endi bolalar 300 lik bo'lsa, 400 lik bo'lsa, ular ham xuddi shunday bo'lib ketaveramiz. Misol uchun 500 lik qilib ko'ramiz. 556 qilamiz. 556. Demak, 556 ga 500 ni yozamiz avval. 500 ni yozamiz. 500 and 500 bo'ldi. Endi 56 ni yozamiz. Mana bu yerda 50 ni topamiz. Mana 50, bu yerda 6 ni topamiz. 50 ni yozamiz avval. Oy, 60 qildim. 50 topamiz. 56. Mana 56 bo'ldi. Demak, tushunarli deb umid qilaman. Endi sizlar bilan hozir 900 ga o'tamiz. 999 da qilamiz endi bolalar. 999 degani, avval 900 ni yozib olamiz. 900. 900 bo'ldi. 100, 900. Endi 99 yozamiz. 90 topamiz. 90. Bu yerda 9 yozamiz, 9 bo'ladi. 99 bo'ladi. 999 bo'ldi. Mana ko'rdilaringmi? Endi sizlar bilan hozir 1000 ni ko'rib chiqamiz bolalar. Demak, 1000 ni ko'rib chiqamiz. Mana hozir bu yoqdan yozamiz. Ming. Demak, 1000 yoki 1000. Mana yoki 1000. Demak, 1000 ya'ni 1000 yoki 1000 deb aytiladi. Endi buni bundan tashqari hozir mana bu yerda misol yozamiz sizlarga. 1001 yozamiz. 1001 mana. 1001 yozishimiz uchun 1001 ni yozishimiz uchun avval 1000 yozamiz. yoki 1000. 1000. Albatta birlik va ikki xonali sonlarni qo'shishimiz uchun biz and qo'shimchasini qo'shishimiz zarur, muhim. And 1. 101 bo'lyapti. Demak, bo'lyapti. Demak, keyingisini qaraymiz. 1000 1010 desakchi bolalar, 1010 desak, 1000 ni yozamiz avval. Yoki 1000. 1010 ni yozishimiz uchun 10 ham ikki xonali son bo'lgani uchun albatta uni and bilan qo'shamiz. And 10. Ko'ryapsizmi? 1010. Endi 1019 ni yozamiz bolalar. 1019 ham 19 ikki xonali son bo'lgani uchun yoki 1000 va o'sha ikki xonali son qo'shish uchun and qo'shamizda va biz sizlar 19 ni yozamiz bolalar. 119 bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? 1019 bo'lyapti. Endi undan keyingi sonchi 1021 bo'lsa-chi bolalar. 1021 bo'lsa, o'sha 1000 ni yozamiz avval. 1 yoki 1000. 21 ikki xonali son bo'lgancha albatta end qo'shamiz bunga. And 21 deb yozamiz endi bolalar. 21 20 chiziqcha 1 yozamiz. Ko'rdilaringmi? 1021 bo'lyapti. Endi 1036 bo'lsa-chi misol uchun 1036 36 ni qo'shishimiz uchun end qo'shish esimizdan chiqish kerak. Avval 1000 ni yozib olamiz. Yoki 1000 1000
Endi end qo'shimchasini albatta qo'shamiz, chunki 36 ikki xonali son. Demak, 30 oltini yozamiz, 6. Ko'rdingizmi? Bunda ham albatta chiziqcha bilan yozish esimizdan chiqishi kerak emas. Endi bolalar, biz 1036 gacha yozdik. Endi 1099 yozamiz. 1099. Avval 1000 ni yozib olamiz. Yoki 1000 end yozamiz. 99 qo'shishimiz kerak. 99. Ko'ryapsiz-a? Endi endi biz 1101 dan boshlab yozamiz. 1101. Demak, qaraymiz. 1101 deb yozamiz bolalar. 1101. Avval chetda ham 1000 ni yozamiz avval bolalar. Yoki 1000 bolalar, sorry. 1000. Endi qaranglar bolalar, 1000 bilan 100 o'rtasida hech qanaqangi qo'shimcha qo'shilmaydi. 1100 deganimizda hech qanaqa end qo'shimchasi qo'shilmaydi. Faqatgina bir xonali bilan ikki xonali sonni o'rtasida bo'ladi. Ya'ni 1100 deyishimiz uchun avval 1000 ni yozamiz, keyin 100 ni yozamiz. 1000, keyin 100 ni o'zi 100 bo'ladi, to'g'rimi? 100. Endi esa 101 deganimiz end 1 deb yozamiz. 1101 bo'ladi. 1101 bo'lyapti. 1101 bo'lyapti. Endi 1050 desakchi, 1050 emas, 1150 bo'lsachi, misol uchun 1150 bo'lsachi, 1000, ya'ni yoki 1000 100 yozamiz. 100imiz 1, to'g'rimi? 100 end yozdik, chunki 50 qo'shishimiz uchun 50 ga end qo'shishimiz shart. 50. Ya'ni 1150. Ko'ryapsizmi? Faqatgina ikki xonali yoki bir xonali sonlarga end qo'shimchasini qo'shamiz, lekin 1000 bilan 100 o'rtasiga hech qanaqangi qo'shimcha qo'shmaymiz. Tushunarli? Faqatgina bir xonali bilan ikki xonali sonlarga qo'shamiz. Endi yana bir narsa aytish esimdan chiqib ketibdi bolalar. Ya'ni mana bizda ingliz tilida, bizda emas, ingliz tilida mana minglarni ajratish uchun har bittasini orasiga virgulcha qo'yishimiz shart. Mingliklarni ajratish uchun, mana shu mingliklar ko'rsatib turish uchun virgulcha bo'lishi shart bolalar. Mana hozir hammasiga virgulcha qo'yib chiqyapman. Nuqta qo'yasizmi, virgulcha qo'yasizmi, muhimi ajratib turilishi shart. Mana 1150 bo'lyapti. Endi demak, davom etamiz. Endi 1150 ni yozdik. Qarang, men xuddi shuni 1000 hozir 200 deylik. 1258 qilsakchi, 1258, ya'ni o'zbek tilida qanday aytsa shunday yozamiz. 1000 ni yozamiz avval bolalar, 1000 ni yozamiz. Demak, 1000. Qarang, 1000 bilan 200 orasida hech qanaqa qo'shimcha bo'lmaydi. Endi 200 ni yozamiz bolalar. 1000 ni yozdik. Endi 200 deb yozishimiz uchun aslida 200 yozamiz-da, 200. 200 deb 58 ni qo'shishimiz uchun albatta end bo'ladi. Ko'rdingizmi? Endi 58 yozib qo'yamiz. 58 deb yozamiz endi. Ana. Demak, 1258.
endni faqatgina ikki xonali va bir xonali sonlarga yozamiz dedim. Demak, xuddi shuni biz sizlar bilan hozir kattaroq son yozamiz. Endi 1258 emas, 1900 ga o'tib ketamiz birdaniga. 1999 deylik. Mana qarang, 1999 yozishimiz uchun 1000 ni yozamiz, 1000 deb yozamiz. Nima uchun end qo'shimchasini qo'shmayapsiz 900 bilan 1000 ni o'rtasida deganda, chunki ularda end bog'lovchisi shart emas. Faqatgina ikki xonali va bir xonali sonlarni qo'shish uchun end qo'shimchasini qo'shamiz. 1000 end 900 deb yozamiz bolalar. 900 deb yozamiz. 100. Endi 900 yozdik. 999 deyishimiz uchun endni qo'shamiz. 900 degandan keyin 99 yozamiz endi. 90 qanday yozib ketar ekan? 99 mana 1999 bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Demak, 99 ni qo'shishimiz uchun end bog'lovchisi qo'shildi. 99 ni o'rtasiga esa chiziqcha qo'shilib ketildi. Endi 2000 bo'lsa-chi shu narsa. 2000 bo'lsa 2000 bo'lsa 2000 bo'lsa 2000 bo'ladi. 2000 bo'ladi. Boya aytganimdek hech qanaqa bu yerda s qo'shimchasi bo'lmaydi bolalar. 2000 bo'lmaydi. Короче, s qo'shimchasi mayda bo'lmaydi, yozib qo'ymayman. Demak, 2000 bo'ldi. Endi hozir demak, qaraymiz. Demak, 2000 ni pastga tushirib qo'yamiz. Hozir mana shu yerdan boshlab tushiraylik. Demak, 2000 bo'ldi. Endi buni 2001 qilamiz bolalar. 2001 ni qanday yozamiz? 2001 ni yozishimiz uchun 2001 bo'ladi. Chunki bir xonali sonni bir o'zini qo'shayotganimizda ham end qo'shimchasini qo'shishimiz shart. Yana 2000 ni yozamiz. 2000 mana ko'rdik. 2001 ya'ni 2001 bo'lyapti bolalar. Endi buni biz agar 2010 desakchi, xuddi shunday bo'ladi. 2000 10 ni qo'shishimiz uchun end yozamiz, keyin ten ni o'zini yozib qo'yamiz. Ya'ni 2010. Endi 2017 bo'lsa-chi, 17 o'zi alohida bo'lgani uchun avval 2000 o'zini yozamiz. 2000 17 ni o'zini qo'shamiz. And 17 bo'lyapti. Demak, tushunyapmiz degan umiddaman. Demak, endi bolalar, agar shu narsa 70 bo'lganda ham 2070 bo'lgan bo'lar edi. Endi 2000 dan keyin 100 lik sonlar kelsa-chi, 2231 bo'lsa-chi, misol uchun 2231. Avval 2000 yozamiz. 2000. Endi 2000 deb yozdik, 2000 yozdik. Endi 200 ni yozamiz. 200 ni yozamiz. 200 degan u bor bolalar. 200 and 200 degan 200 and degani va 31 deb yozamiz. Avval 30 yozamiz. 30 da so'ti chiziqcha 1 deb yozamiz bolalar. Endi tushunarli deb o'ylayman. Keyingisini ko'ramiz. 2016
2678 yozamiz. 2678. Demak, 2000 ni yozib olamiz avval. 2000 ni 2000 2000 600 ni yozamiz. 600 ni yozamiz. 600 yozamiz. 100 and 600 bo'ldi. Ko'rlaringmi? 2600 and 2600 bo'ldi. Endi 78 ni qo'shamiz. 78 ni qo'shamiz bolalar. 70 ni yozamiz avval. 70 chiziqcha 8. Ana. Demak, 2678 bo'lyapti. Tushunarli deb o'ylayman. Endi shu joyda 2999 yozamiz bolalar. 2000 yozamiz avval. 2000 2000 bo'ldi. 900 ni yozamiz. 900 ni yozamiz. 900 and bo'lyapti. Endi 99 yozamiz. Endi albatta yozdik, chunki 99 ni qo'shyapmiz. 90 ni qo'shgan taqdirimizda, ya'ni 9 ni o'zini qo'shgan taqdirimizda end bog'lovchisi bo'lishi shart. 99 ni qo'shishimiz uchun avval 90 ni yozamiz. 90 chiziqcha 9 bo'ladi. 99 bo'ldi. 2999 bo'lyapti. Demak, tushunarli deb o'ylayman. Endi любой sonni, masalan, mingliklarga, misol uchun любой, masalan, 9000 mana deqa 9898 bo'lsa-chi, desa 9000 ni yozamiz avval bolalar. 9000 Endi 800 ni yozamiz bolalar. 800 ni yozamiz. Mana 800 800 degani 800 and degani va 98 da yozadigan bo'lsak 90 da yozamiz avval. 90 endi 8 da qo'shamiz bolalar. 998 bo'lyapti. Demak, 9898 bo'lyapti. Demak, menimcha tushunarli deb o'ylayman. Endi sizlar bilan 9000 dan 10000 ga o'tamiz bolalar. 10000 ga o'tamiz. Demak, bizda 10000 mayda hammasida chizmamiz, virgulchamiz yana esdan chiqibdi. Mingliklar ajratishimiz uchun endi 10000 ni qilishimiz uchun albatta minglik ajralib turishi uchun minglik ajralib turishi uchun 10 dan keyin virgulcha qo'ying. 10000 ya'ni 10000 bo'ladi. 10 keyin 1000 yoziladi. Tushunarli? Demak, 10 ni yozamiz. Endi 1000 ni yozamiz. 10000. Demak mana 10000 bo'lyapti. Endi 10001 bo'lsa-chi, misol uchun 10001 bo'lsa qanday yoziladi? 10000 birni qo'shishimiz uchun 1 deb yozamiz. Bo'ldi. Demak, 10000 birni qo'shishimiz uchun albatta end qo'yamiz, keyin 1 ni qo'yamiz. 10001 bo'lyapti. Ko'rlaringmi? Endi 10000 11 bo'lsa-chi, 10011 bo'lsa-chi. 10000 ni yozamiz. 10000 11 ni qo'shishimiz uchun and 11 deb yozamiz. Bolalar, albatta bilamiz, 11 imiz 11 o'zi. 10 keyin minuscha 1 yozmaymiz. 11 da o'zi bo'ladi. Endi keyingisini ko'ramiz. 10056 deylik. 10056 ni yozishimiz uchun avval 10000 ni yozamiz. 10000 56 ni qo'shishimiz uchun and 50 ni yozamiz avval. 50 chiziqcha 6 bo'ladi bolalar. Ana, ko'rdilaringmi?
chiziqcha 6 10,056 bo'lyapti. 10,056 bo'lyapti. Endi davom etamiz. Endi shu narsa 10,165 bo'lsa-chi, misol uchun, mana 10,000 mana shunday qilaylik. 10,876 bo'lsa-chi, 10,876 deganda albatta birinchi 10,000 ni yozamiz bolalar. 10,000 10,000 800 ni yozamiz. Endi bola hech qanaqangi qo'shimchalarsiz 10,000 800 yozishimiz uchun 800 ni o'zini yozamiz bolalar. Sorry bolalar. 800 bo'ladi bolalar. 800 bo'lyapti. Demak, 10,800 ni yozdik. Endi 876 deyishimiz uchun 10 ni yozishimiz kerak. 10,876 bo'ladi. Albatta 76 ni ikki xonali sonni qo'shishimiz uchun end yozamizda va 76 ni yozishimiz uchun 70 ni yozamiz avval. 70 ni yozamiz. 70 endi esa 6 yozamiz bolalar. Demak, 10,876 bo'ladi. Menimcha tushunyapsizlar deb o'ylayman. Endi shuni 10,999 bo'lsin. Mana 10,999 yozamiz. 10,000 ni yozamiz avval. 10,000 900 ni yozamiz endi. 900 endi 900 100 bo'lishi uchun end ni yozamiz. 99 ni yozamiz. Keyin 99 ni yozamiz. 99. Ko'rdingizmi? 99 ni qo'shayotgan paytimizda albatta chiziqcha bo'lishi shart. Demak, davom etamiz. 10,999 bo'ldi, to'g'rimi? Endi bizda bu narsa 10,000limiz boshqa songa aylansa-chi? Misol uchun 12,765 bo'lsa-chi? 12,765 bo'lsa. Demak, 12,000 deb yozamiz. Shuning uchun tushunarli? 12 ni yozamiz bolalar, avval 12. 12 endi 1000 ni yozamiz bolalar. O'zbek tilida qanday aytilishi shunday bo'ladi. 12,000 bo'ladi. 12,000 bo'ldi. Ko'rdingizmi? 12,000. Endi 700 ni o'zini yozamiz. 700. 700. Qarang. 700 bo'lishi uchun 700 end bo'ladi. End 65 ni esa qo'shamiz endi 60 ni yozamiz avval. Endi 5 ni yozamiz. Mana 12,765 bo'ldi. Demak, menga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xuddi shuni 12 emas, 98,321 bo'lsa-chi, misol uchun. 98,321 bo'lsa, avval 98,000 ni yozamizda bolalar. Tushunarlimi? 98 ni avval yozamiz, keyin 1000 ni yozamiz. Chunki o'zbek tilida qanday bo'lsa shunday 98,321 bo'ladi-ku. Shuning uchun 98 ni yozamiz bolalar. 90 ni yozamiz. Mana 90. 90. Endi 8 ni qo'shishimiz uchun u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar 90 ga 8 qo'shilayotgan chiziqcha bo'lishi shart bolalar. U gapni boshidan oxiridan farqi yo'q. 98. Ko'ryapsizmi? Chiziqcha bilan qildim, chunki u qayerda bo'lishidan qat'iy nazar 98 da 98 da olishi uchun chiziqcha bo'lishi shart. Demak, 98,000 deymiz. 98,000. Demak, 98 bo'ldi. 98,000 bo'ldi. Ko'rdingizmi? 98,321 deyish uchun endi 300 ni yozamiz bolalar. 300 ni yozamiz. 300 deganda 300 end bo'ladi. 300 bo'lyapti. Endi 21 ni yozamiz. 20 chiziqcha 1. Ko'rdingizmi? Mana qarang, 21 oxirida kelsa hamma chiziqcha bilan olyapti. 98 gapni boshida bo'lsa ham, xuddi shuni o'zbek tilida qanday bo'lsa shunday qarang. 98,000 deymiz, to'g'rimi? 98,000 ni yozdik. 98,000. 98,000 ni yozdik. 321 da 300 ni qaraymiz. 300 end. 21 mana 21. Ko'rdilaringmi? Xuddi shuni yana boya yozib ko'ramiz bolalar. 90
9999. 98 mingni yozamiz endi. 99 yozamiz avval. 99,000 yozamiz. Qarang, 99 deganda chiziqcha qo'ydim albatta. Bu gapni boshida kelishda qat'iy nazar. 99,000. 99 deb yozdim. 99 ming deb yozdim. Ko'rdingizmi? Endi minglik bilan yuzlik sonni o'rtasida hech qanaqa bog'lovchi bo'lmaydi. 99,000 ming. Endi 900 deb yozamiz. 900 deb yozamiz. 900 and 900 ni yozdim. Ko'rdingizmi? 900 degani 900 and degani. Endi 99 yozamiz. 99. Xuddi o'zbek tilida qanday aytsak, xuddi shunday. Mana qaranglar. 99 ming. 99,000. Ko'rdingizmi? Endi 90 minglik bilan yuzlik o'rtasida bog'lovchi yo'q. Shuning uchun 900 ni o'zidan boshlab ketamiz. 900 deyishimiz uchun 900 and bo'lyapti. 99 deyishimiz uchun 99 bo'lyapti. Menimcha tushunarli deb o'ylayman. Demak, davom etamiz, bolalar. Endi bu yerga yuzliklarga o'tamiz. 10 mingni aytdik. Endi 100 mingni boshlaymiz. Demak, 100 ming. Bolalar, 100 ming. Demak, 100 mingni ko'rib chiqamiz. 100 ming degani, 100 ming degani bolalar. 100 ming degani. Demak, 100 ni yozamiz, keyin mingni yozamiz. Bo'ldi. Demak, yoki 100 yozamiz. 100 ni yozdim, ko'rdingizmi? 100 endi nima yozamiz? 100. 100 ming yozamiz. Endi 1000. Mana 100,000 degani 100 ming degani. Yo'q, 100,000 degani 100 ming degani. O'zbek tilida qanday bo'lsa, xuddi shunday bo'ladi. Demak, 100 mingga keldik. Vaqtimiz nechim bo'lib ketdi? Bu yerda ko'payib ketmadimi? Demak, 100,000 bo'ldi. Endi xuddi shuni biz sizlar bilan 1000 demak, hozir 100 ming 1 qilamiz bolalar. 100 ming 1 qilamiz. Demak, 100 ming 1. Ko'rasiz, 101 ming bo'lyapti-da. Yo, 101 ming emas-da bu, 100 ming 1 bo'lyapti. Demak, 100 ming 1 deb yozamiz. Demak, xuddi shunday 100,000 100 mingni yozamiz avval. 100 mingni yozamiz. Yoki 100,000 qarang, 100 ming bo'lyapti-da. And 1. Ko'rdingizmi? 100 ming 1 bo'lyapti, shunda qarang. 100 ming 1. Ko'ryapsiz-a? 100 ming 1. Endi shuni 100 ming 52 qilamiz. 100 ming 52 qilamiz. 100 ming 52 ni qanday yozamiz? Yoki 100,000. Ko'ryapsizmi? 100 ming, qarang. 100 ming 52 yozishimiz kerak-da. Xuddi shuni 100 mingni yozamiz. Yoki 100,000 and qo'shamiz, 52 ni yozamiz. 52. Ko'rdinglarmi? Endi davom etamiz. Xuddi shuni endi sal boshqacharoq yozamiz. 125 ming yozamiz. 125 ming 328 yozaylik bolalar. Xuddi qarang, o'zbek tilida qanday bo'lsa, xuddi shunday yozamiz. 125 ming 328 yozishimiz uchun avval 125 ni yozamiz bolalar, qarang. 125 ming 328 yozishimiz uchun avval 125 mingni yozamiz. Eslab qo'ying, 125 avval 100 ni yozamiz, qarang. 100 ni yozamiz. 100. 100 bo'lsa 100 and. Ko'ryapsizmi? 125 ni yozamiz endi. 20. 125
5 ni chiziqcha bilan yozamiz. 25. Endi qarang, 125 ni yozdik o'zbek tilida. 125. 125 dan keyin nima deb aytamiz? 125 ming deyishimiz. Endi mingni yozamiz bolalar. Ko'rdingizmi? 125 ming bo'ldi. 125 ming bo'ldi. Endi 328 ni yozishimiz uchun bo'lsa 328 yozishimiz kerak. 328 yozamiz endi. Demak, 300 ni yozamiz avval. 300 ni yozamiz. 300 bo'lishi 300 and bo'ladi bolalar. 300 degani. Endi 28 yozishimiz uchun 20 chiziqcha 8. Ko'rdingizmi? Demak, qaraymiz bolalar. Yana aytyapman. 125 ming bo'lishi uchun 125 ni yozamiz avval. 125 ming. Endi ming bilan 100 ni o'rtasida qo'shimcha yo'q. Hech qanaqa. Shuning uchun 328 da aytishimiz uchun 328. Menimcha tushunarli deb o'ylayman. Endi 125 mingdan tashqari biz uni bemalol boshqa sonlarga o'zgartirishimiz uchun, masalan, 765 ming 432 bo'lsa-chi, mana 765 mingni yozamiz avval. 765 mingni yozamiz. 700 ni yozaylik avval. 700 700 Jim. 700 bo'lsa 700 and qo'shamiz. 700 bo'lyapti. 65 ni yozamiz endi. And 65. Endi qarang. 700 bo'lgancha 700 and 65 bo'lsa 65. 765 ming bo'lishi kerak-ku, shuncha mana yoqqa mingni qo'shamiz. Ko'ryapsizmi? 765,000. Biz hozir bu yerda faqatgina 765 mingni yozdik. Endi 432 ni qo'shish uchun hech qanaqa qo'shimchalar qo'shmaymiz. Prosta 432 ni yozamiz. 400 ni yozamiz. Demak 400 and 400 ni yozdim. Ko'rdingizmi? 432 ni yozaman endi. 30 keyin yozaman, keyin 2 yozaman. 30 keyin 2 ni yozaman. Mana. Demak, 765 ming 765,000 bo'ladi. 432 esa 432 432 bo'ladi. Demak, menimcha tushuntira oldim deb o'ylayman. Xuddi shuni 999 deb yozamiz endi. 999 ming eshitilmasin, onlayn qilyapman. 999. Demak, buni avval biz sizlar bilan 999 ming deb yozib olishimiz kerak, bolalar. Birinchi o'rin 999 deb yozamiz. 900 bo'lishi uchun 900 and yozamiz. Endi 99 deb yozamiz. 90 chiziqcha 9. Bolachasini qo'shamiz-da chiziqcha bilan. 999. 999 ming deb aytyapmiz. Endi mingni yozamiz. 1000. O'zbek tilida qanday bo'lsa shunday yana eslatib o'tyapman. 999 ming. 999 ming. Endi 999 deb yozamiz. 900 yozamiz yana. 900 and 900 bo'lyapti. 99 yozamiz endi. 99 bo'ladi. Menimcha tushuntira oldim deb o'ylayman. Demak, endi sizlar bilan necha bo'ldi? 1,5 bo'lib ketibdi. 1 millionga yetib keldik. 1 millionga yetib keldik. 1 millionga yetib keldik. 1 million degan 1 million yoki a million deyiladi. Yoki 1 million. 1 million degani. Demak, bu ham xuddi shunday o'zbek tilida qanday bo'lsa, xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni, mana qarang, 1 million 1 deyman bolalar. Voy. 1 million 1. 1 million 1 qanday yoziladi deb o'ylaysiz? 1 million and 1 deb yoziladi-da, boshqa nima yozilardi? 1 million and 1 bo'ldi. Mana
1 million and 1. Ko'rdingizmi? 1 million 1. 1 million 12 bo'lsa-chi? 1 million 12 bo'lsa-chi? U bo'ladi 1 million and 12. Ya'ni 1 million 12 bo'lyapti. Endi bitta ko'rib chiqamiz. Hozir bu juda ham katta bo'lib ketdi darsimiz. Hozir yana boshqa qilaman darsni. Hozircha buni to'xtatib turaman. Keyingi videoni ko'rasizlar u uchun.